Yengillikni jinnisi akalar, endi maxsus stikerli QR kod chiqdi. Xo'p, ko'pchilik mashinasiga nomer yozib qoldirishni xohlamaydi-yu. Endi mana shu QR kodni shunday yopishtirib qo'yasizlar. Mashinanglar bu kimgadir xalaqit qilib qolsa, mana shu QR kod orqali sizlarga aloqaga chiqsa bo'ladi. Buni zo'r tarafichi qanaqadir prilojeniyasini skechas qilishingiz shart emas. Shunday kelasiz, mana bitta skaner qilasiz, bitta bossanglar mana o'zini maxsus saytiga kirib ketadi. Bu qanaqadir zakazga chiqmaydi akalar. Nalichi sotiladi, narxchi vashi shikalat arzimagan pul. Buni registratsiya qilish juda oson. Ichidan anaqa informatsiya qog'oz chiqadi. Hammasini oson tushuntirib qo'yishgan. Stikeri yopishirish uchun daji shpatillarigacha chiqadi. Stikeri mana har xil dizayni bor. Xolasanglar anaqa gerblilari bor. Xolasanglar mana kvadratni gold ranglarigacha qilib qo'yishgan. Bu QR kodning ichiga sizlar ikkita nomer qo'ysanglar bo'ladi. Xolasanglar nomeringlarni skrit qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Dajicha Instagram bilan Telegram profilinglarni kirgizib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zini ichida maxsus chat bor. O'sha yerda gaplashsanglar bo'ladi. Agar sizga bu kimdir aloqaga chiqayotgan bo'lsa, o'sha odamni qayerda turganini lokatsiyalarigacha bilib olsanglar bo'lar ekan. Ichidachi yana juda ham ko'p funksiyalari bor. Bu stiker faqatgina mashinalar uchun emas, avtomobillar raqami, sizni hujjatlaringiz, chimadan, sumkalarga yopishtirib qo'yadigan bo'lsangiz, mabodo yo'qolib qolsa ham topib olishingiz juda ham oson bo'ladi. Yoki yengillik menga yoqdi. Bu videoni hamma shoferlarga jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi.